14-yil bo'lsa 15-yilda ekkanman. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan obunachilar. 2026-yil 9-iyul sanasi esa Hoji tog'am uyiga kelganmiz. Mana xudo xolasa kivi daraxtlarini ko'rsatib qo'ying Hoji tog'a obunachilariga. Bu kivini men buni tarixi juda uzoq. 2014-yili Samarqandga borganda, shu Samarqandda bir botanika bog'ida bir biologiya fanlari doktori, professor ayol bor ekan. Shu ayol pomologiyasi mana o'qib o'rgangan ekan. Balki O'zbekiston shariatida qanaqa qilib yetishtirishdi. Shundan o'rganib, o'sha yoddi. Men u aytib turdi, men yozib turdim, yozib o'shani asosi bo'yida kelib 3 dona kivi ko'chatni urug'idan chiqardim. Keyin yilga borib bir 25 ta, 25 tacha ko'chat chiqardim. Undan keyin sekin-sekin hozir endi bir 1000 ta 1200 ta ko'chat qilaman. Bu Hevert degan sort. Mana bu tomonda ko'chatlari turibdi. Mana shu yilda mana shu yerda odoq olib ketadi shu ko'chatlar. Mana bu mana shu hozir 14-yil bo'lsa 15-yilda ekkanman. 15-yildan beri avvaliga 5 yil o'tgandan keyin bu odamlardan men qarg'ishga qolmay bu meva qilmasa deb to'xtatmoqchi bo'lib turganimdan keyin 5-yildan keyin gullab meva bir 10 kilocha meva qildi. Keyin borib bir 25-30 kilo qildi. O'tgan yilda bir 15-16 yoshida da meva qildi. Shu Bu qaysi oyda pishadi? bu oktyabr oyida pishadi. Oktyabrda 15-dan keyin pishadi bu. Buni obunachilar so'raydi. Bir jup ekish kerak deydi, payvand qilish kerak deydi. Nima deysiz? Yo'q, buni haligi professor ayolda aytishi bo'yicha 100 dona urug'dan chiqarsang dedi, shundan 10 tasi erkak, 90 tasi ayol bo'ladi degan. Shu asosida qilyapman men. Demak, shularni ham bir jupda eksa bo'laverar ekan. Bo'laveradi, ha. Ko'rsatib qo'ying bu taraflar. Shu asosida qilyapman. 100 tadan 10 tasi erkak, 90 tasi ayol degan. Olib ketishi, meva qildirishi qilyapti nimani. Mana hozir o'zimniki 10 ta bor. Agar 5-yoshga borganda meva qilib turgan shoxdan olib borib payvand qilganim qilmadi. O'zi tagidan chiqqani qilgan, mevasini ko'rsataman agar ko'raman sizlar. Mana xudo xolasa, hurmatli obunachilar, Hoji tog'am gapini eshitdilaring. Shunaqangi ko'chatlar bir jup, ikki jupdan eksalaring bo'laveradi. Nalikda ko'chatlari mavjud. Kelasizlar xudo xolasa Hoji tog'am o'zi ko'chatlarni ko'chirib beradi. Pastga nomerlar qoldirib qo'yamiz. Rahmat.